Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Rishtondan Qarshiga kelganmiz. Sababi bu yerda polniy avtomat liniya o'rnatyapmiz. Bugun yakuniy qismi sizlar bilan qisqacha obzor qilamiz. Ushbu seximizga biz 0,43 kubali qoliplardan 48 ta berganmiz. Sutkasiga 40 kuba chiqarishlari mumkin. Qoliplarimiz sifati juda ideal, xudo xolasa razmerlari zo'r chiqadi, uzoq umr xizmat qiladi. Bortlariga ham bunaqangi zasholkalardan qo'yganmiz, arzon zasholkadan qo'yilmagan. Sifatli zasholkalar. Bu uskunamiz gazobloyni vertikalni kesish uchun mo'ljallangan. Buni qulayliklari juda ko'p. Gazobloyni xohlagan razmerda kesa olasiz, sifatli qilib kesadi. Tros uzilishlari ham deyarli yo'q, sababi zanjir bilan foydalanganmiz. Ishqalanish faqat zanjirda bo'ladi. Vali 4 tali bo'ladi, qarama-qarshi ishlaydi. Silkinish deyarli bo'lmaydi. Xavfsizlik tomonlari o'ylangan. Qolip qimirlamasligi uchun tormoz tizimlarimiz ham o'ta ideal. Bundan tashqari bu shitini ham ko'rsa bo'ladi. Metal bilan jihozlangan. Shuni bemalol regirovka qila oladi. G'ish qattiq yoki yumshoq holatda bemalol o'zi xohlagan tezlikka qo'yib ishlatishlari mumkin. Bolt geyka bilan bemalol razmerlarni oson o'zgartirishlari mumkin. Xohlagan razmerda gazobloklar kesishlari mumkin. Qum uchun bunkerimiz, yana borti bor. Bortlar qo'yilsa 3-4 kuba qum olinadi. Bitta knopkani bosishingiz bilan lenta bilan parallel ishga tushadi. Buning ichida shinegi bor. Qumni kerakli miqdorda pastga itarib turadi. Vibrator elagini ishga tushirib elab turadi qumni. Elangan qum lentaga tushib dozator qismiga ketadi. Ushbu ko'rib turgan joyingiz birinchi suv shilkasi bu. Loy quyilgandan keyin shu yerda ishib chiqadi, kerakli ishib chiqadi xullas. Aqlli katyol qo'yganmiz. Suvni 70-60 gradus kerakli gradus qo'yganingizdan keyin shu 2 tonnali suv idishimizga tashlab beradi. Shundan bemalol dozatorga tortib ishlatiladi. Ko'mirni maydasini bochkasiga tashlab qo'yiladi. O'zi shinegi bor, avtomatik tarzda o'zi itarib yoqib turadi. Bu avtomat liniyamizning dozator qismi. Hamma yo'q avtomat tarzda bo'ladi. Bitta knopkani bosishingiz bilan suvni, sementni, qumni kerakli miqdorda o'zi tortib oladi. Tarozilari bor. Shitlarni ko'rishingiz mumkin. Tortilgan mahsulotlarni ham mishalkaga tushirish jarayonidan knopka bilan boshqariladi. Hamma yo'q avtomat. Zatvor ham avtomatik zatvor qo'yganmiz. Bitta knopka bilan tayyor loy qoliplarga quyiladi. Bu yerda o'zlarining sement siloslar borligi uchun silos berilmadi. Shinegimizni shunga o'rnatib moslab berdik. Shinegimiz gradus regirovka qiladiganlari bor, zavodskoy. Bundan tashqari biz siloslarni ham yasaymiz, 50 tonnadan 500 tonnagacha kerak bo'lsa yasab berishimiz mumkin.
aniqlash uchun birinchi qolipimizni qoraqalpoq sementda qo'ydik, ikkinchisini Navoiy sementda qo'ydik. Ishib chiqishini ko'ramiz, bittasini sifatlasini tanlab beramiz. Let's play. To'rtta qolipga quygandik. Mana ikkitasini kesib oldik. Xudo xolasa ikkalasi ham zo'r, yaxshi ishib chiqdi, sifatlari yaxshi. Birinchisi qoraqalpoq sementda quygandik, ikkinchisi Navoiy sement. Navoiy sement ancha sifati yaxshi ekan. Tez qatdi, ko'tarilishi ham me'yorda bo'ldi. Kesilishlari ham o'ta ideal. Chetga chiqdi, xudo xolasa. Nasib o'ralgan, ikki qavatli troslarda. O'shandan olib kelib, undan ham shunaqa sharlon qilib qo'yiladi. Kesib ko'riladi. Balki u zo'r kesar. Undan ham zo'r kesishi mumkin. Keskanda sal nimalari bo'lsa chiroyli chiqadi. Figura berishi. Gul. Bunday g'idir-bidir bo'ladi-da, keskanda o'shanda. Undan ham zo'r chiqadi sifat. U trosdan ishlatmay qo'yganimiz sababi ilgari zanjirmas edi. Zanjirmas edi. Matgacha tros kelardi-da, u narigi tros sinishga moyilligi bor. Ko'p ish bo'lsa sinadi. Bunda unaqa narsa yo'q. Endi hozir bu shu holatda bunaqa bo'lgan yo'q-ku. To'g'ri bo'lib kelgan xolos, u zanjir qilyapti u ishni. U tros ham demak sinmaydi muncha-munchaga. Bu holat shu holatda. O'sha trosdan ham bitta rulon olib bersangiz, bitta ruloni $200 bo'lsa kerak. Boshqacha chiqadi sifat. Bizda ham bor edi, ishlatmay qo'ydik, o'sha uzilaverganini ishlatmay qo'ydik. Endi mana holatda uzilmaydi. Shunaqangi zapaslab turish kerak. G'isht sifatini chiqadigan joy shit, yaxshi riski noto'g'ri bo'lsa, g'isht chiqadi. Hamma joy shitda hal bo'ladi. Shuning uchun zo'r bo'lishi kerak. Tros aylanib, boshqacha aylanib ketib qoladi. Faza o'zgaradi, boshqa bo'ladi. Shunaqanisiga qarab turish kerak. Bu kelganda kerak emas. Moy bo'laversa, bu to'xtatmay qoladi sensor. O'shaning uchun tozalaylar deymizda. Bitta bo'ylar to'planib qoladi, moyga ta'sir qiladi, sensorga to'xtatmasdan pastga tushirib yuboradi. Bu zapas, bu ham qaytaradi lekin. Sensorni mexanikasi. Mana trosdan ham zapas bo'lishi kerak. Hozir necha metr? 5-6 metr, 5-6 metr yoqda. To'rtlikni tros bo'lsa kerak, to'g'ri sababi ham uzilishi mumkin-da. Sondir. Uzilsa yugurib ketasiz, qorong'ida to'planmaysiz, qiynalasiz, xafa bo'ladilar. Qorong'ida ishlayman deyapsiz, endi uni zapas turishi kerak hammasi. Sex egalari Bekzod aka bilan suhbat qilamiz. Bekzod aka qanday endi mana holatda bitirdik, kesib ko'rdik. Qanaqa taassurotlar siz ko'nglingizdagidek bo'ldimi? Taassurotlar shu. Niyatga boshladik. Mana shartnomalar bo'lgan olib kelib, mana ishlatdi. Bo'ldi yaxshi. Bular ko'nglingizdagidek chiqyaptimi? Ha, rahmat. Aslida shu yerda yuribdi. Xizmat qiladi.
Ularni kattalashtirib, mahala sizga avtokallarni gazabula sexlarini qurib beramiz. Shu yerda O'sishda to'xtamaymiz. shunday Birgalikda rivojlanamiz, mahala. rahmat.